Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlaridan tashkillangan bir hay'at 8-iyuldan boshlab Germaniyaning poytaxti Berlinda elib boradigan bir haftalik faoliyatini boshlagan. Stansimizning egallishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin, qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, qurultay fondining raisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri g'ayr qurbonlardan tashkillangan bu hay'at bu bir haftalik faoliyat jarayonida Germaniya parlamentida yangidan saylangan parlament a'zolari va yangidan tashkillangan hukumat a'zolari bilan uchrashib, yangi hukumatda Uyg'ur masalasini kun tartibga kelish uchun lobby faoliyatlari ilib bordi ekan. Stansimizning ziyoratini qabul qilgan Zumratay Erkin xonim bu haqda qisqacha ma'lumot berib, mundaq deydi. Maqsad shu yangi saylangan parlament a'zolari bilan tanishib, Uyghur meselesini gün tertip ekiliş ve aldığımızdaki şu 9. ayda parlament maabdemdi parlamentinin en ahırı kapısı tatil çıkıştım bunun. Sonra tatil tügep 9. ayda başka parlament başlayan çağda Uyghur meselesini bir ciddi bir gün tertip ekiliş maksatından kelgen. Dolqin Aysa efendim bu ziyorat jarayonida Germaniya parlament a'zolari va siyosatchilarga Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli o'zining kitobini taqdim qilgan. Parlament a'zolari va kitobni o'qiganlar kitob haqida bu kitob bizga Xitoyning haqiqiy yuzini ochib berdi va Xitoy siyosatida diqqat qilishga tegishli nurg'un masalalarni yoritib berdi deyishib, o'zlarining kitob haqidagi ta'sirotlarini bayon qilishgan. Qurultay hay'ati 9-iyul kuni yana Tayvanning Germaniyadagi ish bajarish o'rnini ziyorat qilib, Sharq Turkiston masalasi va Tayvanning Uyg'ur masalasiga tutgan pozitsiyasi haqida suhbatlarda bo'lgan. Mushu ayning 7-kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishidan bir hay'at Princeton universitetining tashviqot vakillarining Xitoyning taklif bilan Sharq Turkistonga sayohat qilganligini ayblab, obzor e'lon qilgan. Ammo universitetning bu ziyoratga qatnashgan vakolatchilari xalqaro jamiyat va kishilik huquq faoliyatchilarining ayblashiga qarata bu qatimliq sayohatning muddasining madaniyatlar aro o'zaro ta'sir ko'rsatish va aloqa o'rnatishni barpo qilish ekanligini o'ttirib qo'ygan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bu obzorida Princeton universitetining bu ziyoratini bu xil til bilan yepishga urinishi Uyg'urlarning ig'ir kishilik huquq vazifasi to'g'risidagi amaliyotni xiralashtirib qolmay, yana Xitoyning bu rayon haqida o'ttirib qo'ygan yolg'on bayonlarini normallashtirishga yordam berdi deb yozgan. Ularning bu ziyorati Uyg'ur faoliyatchilari va Amerika akademiklarining tanqidiga uchragan bo'lib, kishilik huquq faoliyatchilari va akademiklar Sharq Turkistonning yuqori darajalik boshqariladigan davlat sayohatiga qatnashish betaraf harakat emas. O Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilikni oqlash strategiyasiga to'kib qo'shdi. Xitoyning nazaridagi Uyg'ur rayonining atalmish oshqonlikdan poklanib, sayohatchilar va mablag' solg'uvchilar uchun ish etilganda ko'rsatish uchun chet elliklarning rayonni sayohat qilishiga intayin qiziqdi. Bu faoliyatga universitet matbuotlarining qatnashishi shubhisizki Uyg'ur qirg'inchiligining me'morlari uchun siyosiy fursat deb qaragan. Amaliyotda doiralarning bu ziyoratlardagi maqsadi atalmish madaniyat almashtirish bo'lmasdan, balki xalqarodagi qonunliq dangliq organlarning Xitoyning barpo qilgan atalmish madaniyat nomerlarini ko'rib, bu sayohatga qatnashishning o'zila Xitoyning maqsadiga yaqinlashtirdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi obzorda yana Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati to'g'risida mujmallik yo'q. 2017-yildan boshlab shohidlar, tadqiqotchilar, jurnalistlar, hukumatlar va BDT organlari Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarini nishon qilgan keng ko'lamli bostirish harakatini xotirladi. Keng ko'lamli tutqun qilish, oilalarni ayirib etish, majburiy tug'mas qilib etish, diniy ziyonkashliklar va majburiy emgak qatorliqlarning hammasi aniq xotirlangan. Bular yakka hodisa emas. Ular nurg'un mutaxassislarning baholashida ba'zi hukumatlar buni insoniyat qarshi jinoyat, ba'zi baholashlarda irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan. Agar vaziyatning yaxshilanmaganligi haqida ikkilanganlar bo'lsa, Rian Tomning 2025-yili 1-oydagi Amerika cho'ng qirg'inchilik muzeyining Simon Sigyot irqiy qirg'inchilikning oldini olish markaziga bergan doklatiga qarasin. Mazkur dokladda Uyg'ur rayonidagi vahshiylik jinoyatini ayblashni keltirib chiqargan Xitoyning davlat siyosatining bir qismi yanada davomlashyotdi yoki taxmi kengayotgan deb o'ttirib qo'yildi. Ammo bu ayblashlar oldida Xitoy hukumatı dialog yoki ochiq-oshkor bo'lish haqida izlanmaydi. Aksincha, u qarshi oqlash siyosatini shakllantirdi. Muqimliq,
zamonaviylashtirish va madaniyat Xitoyning oqlash siyosatining biri. Va bu hikoyaning markazidagilar chet el vakillar o'miki, bo'libmi jurnalistlar, diplomatlar va o'limalar uchun qattiq kontrol qilingan sayohat deydi. Mushu ayning 3-kuni Telegraf gazeti bir maqola e'lon qilib, Xitoyning qo'lga olingan Uyg'ur xalqining a'zolarini majburiy yig'ib olish uchun ishlatiladigan aslahalarning sonini 3 hassa oshirdiganligini o'ttirib qo'ygan. Mazkur gazetda o'ttirib qo'yilishicha, mutaxassislar Xitoyning davlatlik sayya organining tarmog'i bo'lgan atalmish Xinjiang sayya komitetining 2030-yilga borganda 6 yangi davolash markazi ochishni planlaganligini o'ttirib qo'yib, ogohlantirish signalini o'ttirib qo'yganligini yozgan. Mazkur gazetda bu kengaytish Xitoyning allaqachon irqiy qirg'inchilik bilan ayblangan Uyg'ur xalqiga tutgan siyosat haqida mutaxassislarning andishini kuchaytirdi. Beijing yana oz sonliq millat topidagi mahbuslarning a'zolarini majburiy ilib olganligi va ba'zi ahvollarda ularni necha yuz ming fond sterlingga boy organ ehtiyoji borlarga setayotganlik bilan ayblanganligini o'ttirib qo'yib, 2019-yili Angliyada ilib berilgan Uyg'ur sudidagi dalillarga asoslanganda Xitoyning har yili 100 ming odam organ ko'chirish operatsiyasi qildirganligini va buning Xitoy hukumatı xalqaro tizimga oldirgan dokladdagidan 3 hessaga yaqin ekanligini ta'kidlab, xalqaro jamiyat va kishilik huquq tashkilotlarini ogohlantirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.